3. qism. Esingdimi o'g'lim? Sening to'yingdan qaytib kelib, necha kungacha sendan ansirab, yezi bozorga berib sening ahvolingni bilish uchun sana telefon qildik. Anang boshda men ko'rishiman deb telefon ulanmasdila, telefonni qo'limdan tortib olib, qo'liga tutib turdi. Telefon ulanib, sen anangning ovozini anglapla, anangni sallab turib, bir necha eg'iz tillagandan keyin telefonni qo'yibdi. Telefon ulanishning oldida chiroyidan shundoq tabassum yig'ib kulib turgan anang, sen telefonni qo'yib etishing bilanla chiroyi tatirib, ko'zlaridan yoshlar marjondek to'kilishga boshladi. Anang pochtaxonadan chiqib uzun mangmayla yurakini tutqunicha o'ltirib qoldi. Shu kuni anangni qanchalik tasdi uyga akaginimni bilamsan o'g'lim. Anangning seni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini, kech kunduz erkin deb yuradiganligini bilamsan o'g'lim. Shu kundan boshlab anang pat-pat yuragim og'riyotudu deb yiqilib qoladigan bo'lib qoldi. Men anangdan ansirab, uydagi bari yo'q 2 tal paxlanni setib, anangni doktorxonaga bordim. Doktorlar anangni jiddiy xarakterlik yurak kesili deb diagnoz qo'ydi. Anangning hayajon olmasligini, onunga zarbi bo'ladigan gap so'z, ish-harakatlarni qilmasligimni topiladi. Men yenimdagi pulning hammasiga anangga dorilarni elib, uyga qaytirib keldim. Shuningdan keyin anangni hech qanday ish qilib qo'ymay, uyda orom oldirib, dorisini vaqtida yegizib, yaxshi osirdim. Keyin anangmi xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Shu kunlarda anang har kuni sening gapingni qilib, sen bilan ko'rishiman deb meni xafa soldi. Shundaq chog'larda men o'zim yolg'iz yezi bozorga berib, sen bilan ko'rishib, sening menga degan qo'pol, ochiq gaplaringni yaxshisiga o'rib, sening ahvolingning yaxshiligini anangga deb berib, bir mezgil sen bilan ko'rishtirmadim. Lekin shu chog'larda sen anangni biror qatim so'rab qo'ymading. Har qatim telefon qilganimda telefonni elibla, nim bo'ldi? Yana pul deb telefon qildingmi deydi. Sening xiyolingda biz sana pul debla telefon qilatdik. Shu kunlarda sen o'zingni shirkat direktori bo'ldim deb beklik kibrlik qilding. Har qancha dunyoga xo'ja bo'lib ketsangmi, mening dadang ekanligimni, mendimi g'urur, vijdon borlig'ini o'ylab qo'ymading. Her qatim sana telefon qilgan kundan boshlab birer haftigacha ichimga seriq hari kirib olgandek yig'i tutibla o'tadi. Shunga sana telefon qilishdan shuncha qassammi, anangning topilishi bilan amalsiz telefon qiladi. Anang ishkimiz kichigimizdan tortib
yetimchilik, yo'qsizlik dardini tortib, yuragimiz laxta bo'lib ketgan odamlar edik. Keyin sen tug'ilganda topgan targinimizni sana yeygizdik, kiygizdik. Bizdek kunga qolmasliging uchun har qancha jafo tortsaqmi, seni yaxshi o'qitdik. Bizning nazarimizda o'qigan odam yaxshi kun ko'radi, aqlliq va badar bo'ladi deb o'ylaydik. Shu sabab har qanday jafoga chidab seni oliy maktabgacha o'qitdik. Sen maktab bitirib xizmatga tushganda tunish bilishlarning, qo'lim qo'shnilarning oldida maqtinib yurdik. Uyda zog'iriyat, sirtqa chiqqanda og'iz burnimizni maylab polo yedik deb yurdik. Sen xizmatga tushgandan keyin bag'on siri o'zgarib, men tuniyamog'dek darajaga berib qoldim. Biz shu chog'larda qo'shnilarning sening bilan taqdimatlik keladigan, o'qimagan bolalarning ota-onasini kunda yo'qlab, jamolini ko'rsatib, yiroqqa kunda necha qatim ota-onasiga telefon qilib, ahvol so'rab turganini ko'rib, behla havas qildik. Bizga sening puling lozim emas edi o'g'lim. Qo'shnilarning bolalariga o'xshash. Bola mehriga qondursangli kifoya edi. Esingdimi o'g'lim? Bir vaqtlarda sana telefon qilsam, ayolimning qo'rsiqiga 5 oylik bo'ldi dedim. Bu gaplarni onangga deb bergan edim. Onang bir kunmu elishmay, kun sanab, necha oydan keyin nevramning tug'iladigan chig'i bo'ldi. Biz tuyuqsiz berib, erkinni xush qilib yetayli deb tayyorlik qildi. Necha kundan keyin biz topgan targinimizga sana nurg'un so'g'u salomlarni tayyor qilib uyingga bordik. Lekin sen bizni ko'rib xush bo'lish u yoqda tursin. Kichik bolani tillagandek tillab bir uyga sulab qo'ydi. Shu kuni kechasi onang ishkimiz bekli azaplandik. Nima xatolik o'tkazganimizga bolamizning oldida bundoq kunga qoladiganligimizni o'ylab, bir-birimizni quchoqlab, un selib yig'lab etdik. Ertasi saharda onangni yetlab uyingdan qaytib chiqdi. Lekin onang nevramni ko'rib olay deb uyingga yana kirib ketdi. Onang uzun o'tmay chiroyi tatarg'anicha yenimga keldi. Nima bo'ldi deb so'rasam, hech nima deb javob berdi. Lekin uyga borguncha bir eg'izmi gap qilmay, mashina derazasidan sirtqa qarab, yig'labla mangdi.
Uyga qaytib kelgandan keyin onang bir necha kun o'rin tutib yetib qoldi. Men onangdan ansirab, uni doktorxonaga bordim. Doktorlar onangni tekshirib, jiddiy qutqizmasi bo'lmaydiganligini, darhol pul topshirishimni aytdi. Yenimda pul bo'lmag'achqa, amalsiz libimni tishlab, sana yana telefon qildim. Men sana onangning og'rib qolganligini, jiddiy qutqizmasi bo'lmaydiganligini, shunga jiddiy pul lozim bo'lib qolganligini desam, sen topmagan mushu bahoningiz qoldimi? Menda bekor qolgan pul yo'q deb telefonni qo'yib etding. Men amalsiz mahallaga berib, qo'lim qo'shnilardan qarz so'rab, onangni davolatdim. Onang saqaygandan keyin u yer bu yerda haqqi madikor ishlab, olgan qarzlarimni qaytardim. Keyin kayni-kaynidan 2 qizing tug'ildi. Onangga bormaylichu desam unmay, qishingga berib bir muncha azor yeb keldi. Onang har qatim yeningga berib kelganda o'rin tutib yetib qolatdi. Bechora onang eng oxirgi qatim yetib qolganda o'rnidan turolmadi. Doktorlar Urumchiga opasanglar saqayadi degan bo'lsa-mu, men pulning amalini qilolmay, vaqt kayniga so'rilib ketdi. Shuning bilan onang yezi doktorxonasida jon uzdi. Onang jon uzish oldidimi? Erkinjon bolam, jenim bolam deb sening ismingni chaqirib chiqdi. Onang ko'z yumishi bilan sana xabar qilib qo'yish uchun telefon qilsam, sen bir umr esimdan chiqmog'idek ochiq gaplarni qilding. O'g'lim, seningdan hargiz ranjimayman. Lekin bundan keyingi qisqagina umrimda sening ovozingni anglamay, chiroyingni ko'rmay yashashni umid qilaman. Mening tilaydiganim shuki, hech qanday ota-onani bolalarga muhtoj qilmasin. O'g'lim, uylarni qo'shnilarning bolasiga setib etdim. Ularga o'g'lim meni ep ketib, boqadigan bo'ldi deb qo'ydim. Senmi shundoq deb qo'ygan. Xatni topshirib olgandan keyin meni izlayman deb avori bo'lmay, uyingga qaytib ketgan. Meni onang bilan birga o'lib ketdi deb o'ylasang bo'laverdi. Sana o'ligimni ko'rsatmayman. Xayr. Aman bo'lg'in o'g'lim. Endi seni ovar qilmaymiz. Sening xiyolingdagi qalandardek pul so'raydigan ota-ona endi kelmasga ketdi. Erkin xatni o'qib tugitib bo'lguncha put-qo'llari jaqildab titrab ketdi. Uning qo'lidagi varaqcha ko'zidan oqqan yoshlar bilan so'g'i chilashgandek yo'l bo'lib ketgan edi. Erkin yerda yukinib o'ltirib, sarangga o'xshash sochlarini yulib vaqirashga boshladi. Hovlisida bir ishlarni qilib yurgan tam qo'shnisi Erkinning vaqirab yig'ilganini anglab, hovliga oldirab kirib keldi. Qo'shnisi Qodiraxon Erkinning qo'ltig'idan yulab, nemish bo'g'inni so'rgan bo'lsa-mu, Erkin bir eg'iz gap qilmay, o'zini qachatlab yig'laverdi. Qodiraxon Erkinni onasining o'limiga qayg'urib yig'layotgan o'xshaydi deb o'ylab, uningga bir muncha tasalli berib qo'yib chiqib ketdi.
Erkin bir haza yig'lagandan keyin dadisini izlab beqish niyatida oldi bilan bog'larni. Keyin butun mahalla ichini ola qo'ymay izlagan bo'lsa-mu, dadisini topolmadi. Kechkiray deganda u uyiga qayrilgan do'qmushga kelib, eshigi oldida bir muncha odamlarning turganligini, ularning eshak harvista uyga bir narsalarni akirayotganligini ko'rdi. Qo'shnilari ularni shahardagi uyga ketib bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab uy ko'chirayotdi. Erkin ularning qishig'i berishni xohlamadi. Chunki u yerga borsa, qo'shnilar Qosim akani so'raydi. Erkin o'zining yuzi to'kilib ketishidan qo'rqib, asti kayniga yenib shaharga qarab mangdi. U yo'lda mang'ash chopinning yanchug'idagi bir tutam pul bilan bir varaq xatni elib, pullarga qarab ko'zidan necha tomchi yosh domlab tushib ketdi. U xiyolida dadamni cho'qim izlab topaman. Bundan keyin yaxshi beqib olaman deb o'ylaydi. Lekin u ham xiyol surayotdi. Kimning kimni beqishi hozircha texim noma'lum edi. 4-qism. Erkin kichik mashinadan birini kira qilib, yarim kecha bo'lganda shahardagi dachi uyining oldiga kelib to'xtadi. U mashinadan tushib, kiyimlarini bir qo'r qayqishtirgandan keyin uyning eshigiga ochqichini soldi. Lekin eshik ochilmadi. Erkin uydan chiqib ketgandan keyin uning ayoli eshikning qulflarini almashtirib yotgan edi. U bir haza hapilishib eshikni ochamagandan keyin darvozani urishga boshladi. Lekin yanada ochilmadi. Erkin amalsiz dachi darvozasining yanida tomga yo'linib, so'ngzib o'ltirib mugdab qoldi. Alahizal 2 soatdan keyin uyning oldiga oqranglik pikapdan birisi kelib to'xtadi. Erkin cho'chib ko'zini ochib, mashinaga qarab turdi. Lekin mashina ichidagilar Erkinni ko'rmagan edi. Mashinadan Erkinning ayoli bilan yilqi vaqtda Erkin o'gizi turib ko'rgan egiz qamlashgan odam tushib, uning yenidan quchoqlashib, bir nimalarni deyishgandan keyin burunqidaklar u notunish Tajigulning quloq tuviga birini suyib qo'ygandan keyin mashina tarafga qarab mangdi. Bu manzarni ko'rib, Erkin chidab turolmay yugurib berib, Tajigulning budra sochlarini qamallab, uning kachitiga bir nechini urvatdi. Bu to'yuqsiz bo'lgan voqeadan cho'chib ketgan Tajigul ovozini qo'yib berib, vaqirashga boshladi. Әмділі машинini o't aldırıp mangay deb turgan natonish yigit mashinadan sakraganicha tushib, Erkinning gelidan siqib, uning bosh ko'zlariga urishga boshladi. Erkin uruq, vejik bo'lg'achqa u odamning yo'g'an mushlarini ko'tarmay shu yerdala ayilib qoldi. Erkin hushiga kelib ko'zini ochganda o'zini saqchixonning qamoqxonasida ko'rdi. Tajigul saqchilarga ajrashib ketmoqchi bo'lgan yerim kechada meni tutib olib, qattiq urdi deb delo ma'lum qilgan edi. Erkin hushiga kelib bo'lgan ishlarning hammasini saqchilarga degan bo'lsa-mu, saqchilar uning gapiga ishonmadi. Uning hamma ishlari ta'tirga qarab meng'atdi. Nemishqa bundoq bo'ladi demsiz? Ota-onasini qaqshatgan odam mana mushundaq kuniga qoladi. Erkin 15 kun saqchixonada turgandan keyin qo'yib berildi. U yana o'dilla dachi uyga keldi. Uyda 3 bolasi topshiriq ishlab o'ltiradi. Erkinning necha kundan beri bolalarni shundoq ko'gis kelgan bo'lsa-mu, bolalari onunga qarabmi qo'ymay, bir xil yergini ham nafratli ko'zlari bilan o'zini qochirayotdi. Chunki Tajigul Erkinga bo'xton chaplab, yolg'onni ko'ptirib so'zlab, onu balalarga bekmo eski ko'rsatgan edi. Erkin balalarning qishig'i berib, ulardan ahvol so'rab quchog'iga olgan bo'lsa-mu, balalar kassasiga tikan sanjilgandek uning quchog'idan sakrab tushib, yiroqqa berib turib oldi. Erkin balalarning nimishqa bundoq qiladiganligini bilmay, gangirab qoldi. Uyda Tajigul ko'rinmaydi. Erkin balalarning qo'rsig'ini to'yg'izib qo'yish uchun oshxona uyga kirib, tamoq etib tayyor qildi. Tajigul bo'lsa, yerim kechadan oshganda mas holatda uyga kirib keldi. Erkin ayoli bilan maslikdan yeshilganda paranglashish uchun uni yo'lab akirib, hujrasida yotqizib qo'ydi. Atisi atganda ayolining yeniga kirib, ayolini uyg'otgandan keyin: "Bu sening nima qilganing, Tajigul?"
Немішқы маңы бұндақ қылысы? Anamның өліп кеткені аз келгендек. Немішқы мені бұнша азаплайсы? Қайсы өткізген хаталығымға мен бұл күнні көрімен? Dedi. Tacigül. Qaysi ötküzgen xatalığımga dedin mi? Oylap baqa. Öz ata-anasıga vapa qılmagan adamdan xotun ballarga vapa kelemdi. Esingda barmı o erkin? Biz to'y qilgandan keyin ata-anangning gapini qilsam, unda haqning gapini qilma deb meni tillaytding. Ata-anang uyga yo'qlab kelsin-u. Ularni divonini qo'g'ilganda qo'g'lab chiqaratding. Keyinchi meni tillab yurib, o'zingning ata-onasini ko'zga ilmaslikka ko'ndirding. Öz ata-onangning hurmatini o'zing qilmasang, yotqoqning hurmatini men nima qilg'idayman? Qo'lingni dang tutib angla erkin. Men sendan allaqachon umidni uzib bo'lgan. Men umrlik juftımni xato tanlaganligimni bilgandan beri sendan rayim bakli yenib ketdi. Men anamdan kichikli yetim qolgan. Shundaqdimi dadam meni o'g'il bolalardek yurakli qilib cho'ng qildi. Men yoshligimda nurg'un qatim muhabbatlashdim. Lekin seni uchratgandan keyin burunqi o'yin tomoshaning hammasini to'xtatib, sen bilan to'y qilishni o'ylashdim. Men burun seni shundaq hurmatlaydim. Sening tirishchanligingdan, gap so'zingning yumshoqligidan ta'sirlanib, seni yezliq demayla sen bilan to'y qildim. Keyin tunji balamiz tug'ilganda sening o'g'izga chiqib elibla shotini o'raydigan nacharligingni bildim. Keyin sen ota-onangga nurg'ulgan nacharliklarni qilib, mening nazarimdan bakli tushib ketding. Men balalarimga ham o'zimga sendan vafo kelmaydiganligini bildim. Şunu sana tuydurmayla şirketler öyünün idarlık hukukunu öz namımıga yütküp aldım. Erkişimiz sendek bulamdı. Sende pekadlı mesuliyetçilik tuygusu yok. Ballarımның sendek bulup kalışının ensireymen. Men qat'i niyetki kip oldum. Biz ajırışıp keteyli. Sen neçə günün aldıda kögen bilen toy qilishqa pütüşüp oldum. Sen yoqap ketkenden beri onu şirketning direktorluğuna östürdüm. O şirketni sendimi obdan başqurvatıdı. Hem bana, balalarıma bekli köyünüdü. Ata-anasıga mı vafadar. Bu şirketke senin tişin patmaydı. Çünkü bu şirket dadamның şirketi. Şirkette öyünün idarçılık hukuki mening namımda. Neç yıldan beri sen o şirketi köp çapa tattın. Onunla köz yummayman. Şunu senin şirkette işlegen her bir gününge aylık muaş bekitip, neç yıldan beri işlegen muaşını takip koydum. En yaxşısı ikimiz öz yolumuzga mangayli. Endi artıq gap qilmayman. Sening birli tanlash yo'ling bor. O bo'lsa chiroyliqcha men bilan ajrashib ketish. Oningga o'nmay har qancha men bilan so'qishib jidallashsangmi, yengib chiqolmaysan erkin. Chunki men sen bilan to'y qilgan vaqtimda sening hech nimang yo'q edi. Balalarga kelsak, 3 balani o'zim beqib qatorga qo'shaman. Balalarni sen baqsang, sendek odam bo'lib qolishidan qo'rqaman. Bugün bir gün yaxshi o'ylashib tayyor bo'l. Atigan xalq ishlar idorasiga boramiz. Tajigül shundaq debla o'rnidan turib, sapga chiqib ketdi. Erkin ayolining gaplarini anglab, ruhi chiqib ketgan odamdek xeyli uzungacha o'ltirib ketdi. U qo'l ilkida ba vaqtida ayoliga yaxshi bo'laman deb ota-onasini yo'qotib qo'ydi. Qisqasi, onasining o'limiga sababchi bo'ldi. Anısı ağırıp yatqanda erkin kalısını işletken bolsa, özünün namideki 1 milyarddan köp pulni ata-anasıga xərclisimu heç kimning tishi patmaydi. Mana əmdilikdə hammadan ayrıldı. O Tajigüldən ayrılmay turupla şirket, öy, öz namideki 1 milyarddan köprək pul başqa bir erning namıga ötüp ketdi. Erkin kəşf bo'g'icha hujur uydan chiqmay ata-anasini xiyol qilib Puşayman ilkida yig'lab kunni kesh qildi. Kesh bo'lganda mehmonxonaga chiqib, balalarning topshiriq ishlayotganligini ko'rdi. U balalarning qiyshig'iga kelib, cho'ng o'g'lining beshini silash uchun qo'lini sunib, balasi uningdan maxluqni ko'rganda qochdi. Balalarning ko'zlaridan bir xil nafrat, yerganish ushquni chachirab turardi. Erkin o'zini dunyoda hech nimasi qolmagandek yakka yegani his qildi. O oshxona uyga kirib, kechlik tomoq tayyor qilgan bo'lsa-mu, balalar uning atgan tomog'ini faqatli yegili unmadi. Erkin azoblanganicha hujra uyga kiribla o'zini karvatga tashlab,
uyquga ketdi. Ertesi saharda Tajgulning silkib uyg'otishi bilan o'rnidan turib, o'ndinsiz Tajgulga ergashib mangdi. Tajgul allaburun tonishlari bilan deyishib, ajrashadigan ishni hal qilib bo'lgan edi. Ular shaharlik xalq ishlari idorasiga kirganda ishxonadagi xizmatchi xodimlar erkindan bir eg'izmi gap so'ramay, ajrashish xatini ikkisiga birdan tutqizib qo'ydi. Ular ajrashish xatini qo'liga olib, ishxonadan sirtqa chiqqanda Tajgul erkinning qo'liga bir tal bank kartasini tutqizib, "Bu kartada necha yildan beri sen shirkatda ishlagan ish haqqing bor. Bugundan boshlab meni avara qilma. Ya'ni ko'zimga kirib olsang, seni arz qilib sultib etaman." dedi-da, tez qadamlar bilan Erkinning qishidan o'zab ketdi. Erkin bo'lsa, Tajgulning kaynidan qaraganicha qaytibla qoldi. U ayolining deganini qiladigan mijozini obdan biladi. Erkin Tajgulning kaynidan qarisi yutib ketkicha qarab turdi. Shu asnoda uning telefoni ansiz sayrab ketdi. U xushaqmagan holda telefonni oldi. Onunga telefon qilgani qatnash idorasidagilar edi. Erkinning mashinasi qatnash vaqasiga yo'liqib, bir oyga yaqin vaqtda saqchi idorasidagilar va qatnash idorasidagilar kunda necha qatim onunga telefon qilgan bo'lsa-mu, Erkin telefonni olmagan edi. Erkinga telefon qilguvchi darhol qatnash idorasiga kelish lozimligini, bo'lmasa qonun orqali uni o'zlari tutib akildiganligini aytdi. Erkin telefonni qo'yib qatnash idorasiga keldi. Qatnash saqchilari onunga mashinani qasdan bozib qo'yib, yo'lning o'tirisida to'xtatib qo'yganligi uchun og'ir vaqa kelib chiqqanligi. Shuning uchun qarish tarafning mashinalari haqqini Erkinning o'z ustiga elishini aytdi. Erkin mashinani men qasdan bozib qo'ymadim deb ular bilan takallashdi. Qatnash saqchilari onunga yo'l bo'yidagi telekameraga tushib qolgan sillintisini ko'rsatdi. Erkin isbotni ko'rgandan keyin bir eg'izmi gap qilolmadi. Qarish taraf mashinani remont qilgan talonlarni Erkinga sundi. Talonda 68 ming yuan degan raqam turadi. U hozirli bankaga chiqib, naqd pul elib berdiganligini aytib, bir necha varaqqa qo'l qo'ygandan keyin cho'ng mashina shoferini agashtirib bankaga keldi. Erkin burungi direktor vaqtida ishlatgan bank kartalaridan bir nechini avtomatik pul elish mashinasiga solgan bo'lsa-mu, karta to'ngiltilgan degan uchur ko'rindi. Tajgul allaburun uning nomidagi kartasining hammasini o'z nomiga yo'tkab bo'lgan edi. Erkin amalsiz atgandala Tajgul tutqizib qo'ygan kartani avtomatik pul elish mashinasiga solib, Tajgul deb bergan maxfiy nomerni bosdi. U ekranda chiqib turgan raqamni ko'rib, ya kulishini ya yig'ilishini bilolmayli qoldi. Chunki uning 5 yil shirkatni boshqargan ish haqiga berilgan pul 300 ming yuanga yetmaydi. U qo'llari titragunicha yanada qarab turgan shoferga to'lam haqqini bergandan keyin ixtiyorsiz ko'cha aylanishga boshladi. U ayolidan bakli umidsizlandi. Uning ko'nglida ayolim menga kam degandimi 1 milliondan ko'proq pul bergandu deb o'ylagan edi. Lekin bunchalik oz pul bilan uni uydan qo'g'lab chiqqani uningga bakli har keldi. Ayolining nacharligidan, nomardligidan nafratlandi. Ammo uningga bu nacharlikni, nomardlikni dal Erkin o'zi o'gitib qo'ygan edi. Erkin har qancha qayg'urgan bilan, arz qilib so'qishgan bilanmi hech qanday foyda ololmaydi. Chunki u qiynatisining shon shuhratidan gediyib, o'zini dunyoda bir deb o'ylab yurganda, qo'nilarning kishining yeriga bog' sanmang, yuragingizga dog' sanmang degan gapni unutib qolgan edi. Mana endi o'zining ota-onasidan ayagan pullarni yot haqlar o'ngda yetib xajlayotdi. Erkin xiyoldan uyg'onib, qaddini ro'slab, bundan keyin yaxshi tirishib, pul tepib, xotinning ko'ziga ko'z qo'ymoqchi bo'ldi. U yaqin atrofdagi bir mehmonxonaga kirib, yotoqning bir necha kun pulini to'lab atgandan keyin ertasidan boshlab o'zining o'qish tarixini ko'tarib yurib, shirkat qatardi. Erkinning maqsadi biror shirkatga ozroq pay qo'shib, shu shirkat bilan hamkorlashib, tezla egilik tiklamoqchi edi. Lekin u bo'lgan shirkatning hammasi uni odatdagi xizmatchi bo'lib ishlab berishni, lekin shirkatga sherik qilmaydiganligini deb yo'lga sepib qo'ydi. Erkinning otga minib bo'lib, eshakka mingisi kelmadi.
Shu tariqada bir necha oy o'tgandan keyin uni qattiq nas bosdi. U patang'igacha qarzga bo'g'ilib, vayron bo'lay deb qolgan bir shirkatga kirib qoldi. Erkin shirkat direktorining qishig'iga kirib, o'zining bu shirkatga paychiga bo'lmoqchi ekanligini aytdi. Shirkat direktorimi oldiga kelib qolgan bu ahmoqni toza bir qo'yishni o'ylab, shirkatni ko'ptirib maqtab, Erkinni bakla ishontiribdi. Erkinmi yanada bayoqi 200 ming pulni shirkat direktoriga topshirib qaytib maqdi. Erkin qaytadigan vaqtda shirkat direktori "Men chaqirtgan vaqtimda keling" deb qo'shib qo'ydi. Erkinga o'zi va shirkat to'g'riliq hech qanday material bermadi. Erkin qaytib ketgandan keyin 10 kungacha direktorning telefonini saqlagan bo'lsa-mu, uni hech kim izlamadi. Erkin bu ishdan ozroq g'ayrilik his qilib shirkatga bordi. Lekin u dastlabda borganda eshik ustiga yo'g'on qilib o'ymilik shirkati deb esilgan viviskaning o'rniga bu do'kon ijaraga berildi degan xat chaplaqliq edi. Bu ahvoldan Erkinning beshti chaqmoq chiqib ketdi. U direktor bergan telefon nomeriga necha qatim telefon qilgan bo'lsa-mu, o nomer ishlatilmagan bo'lib chiqdi. Erkin soqchixonaga yugurib berib, bo'lgan ishlarning hammasini soqchilarga aytdi. Soqchilar Erkindan u odamning aniq adresini, ismining nimaligini so'raganda Erkin bilmayman deb javob berdi. Erkinning biladiğini faqatla bir tal telefon nomeri edi. Soqchilar Erkin ta'minlagan bir tal nomerni tekshirib, bu kartaning yo'lda ko'tarib yurib sotadigan axlat karta ekanligini bilib, hech qanday yeb kuchi topolmadi. Soqchilar Erkinga "Biz tarishib u odamni izlaymiz. Topganda sizga xabar qilaylik" deb yo'lga sep qo'ydi. Erkin soqchixonadan qaytib kelib, bir necha kundan keyin yanada faqatla pul qolmadi. U oxiri bir shirkatga kirib ishladi. Lekin necha kundan beri oningga kayni-kayndan kelgan zarba uni bir xil döt o'rin qilib qo'ygan edi. Uni ishlatgan shirkatmi o'zingga bormay, xizmatdan mas'uliyatsiz deb uni haydab chiqardi. Erkin keyingi kunlarda yana o'xshashli bir necha shirkatdan haydaldi. U oxiri shirkatlardan xizmat topolmay, o'zining qor kuchiga tayanib ishlamoqchi bo'lib, Urumchi shaharlik bir yuk tashish o'rnida ishladi. Bu yerning ishi og'ir bo'lgan bilan maoshi ancha yuqori emas edi. Erkin o'zining uy ijara puli bilan tamoq pulidan bir pulmo eshinolmadi. U chas soqollarini o'stirib, kundan kunga o'zini tashlabdi. Uning burunqi kostyum burulkini qarlab kiyib, badaniga bir tal to'piq qo'ndirmaydigan turqidan asar muqammagan edi.